Mana Layla opam juda ham tez ishlar ekanlar. Mana hozir bitta obrazetsini tayyorlab berdilar. Hozir borib tekshiramiz. Xudo xolisi zo'r bo'lsa, qolganiga ham seriyani qilib beradilar. Kimga shunaqa tez variantda, shunaqa sifatli andoza kerak bo'lsa, opamga chiqaverasizlar. Bemalol. Rahmat Layla opa. Anjoningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar. Men hozir Indigo Store algoritmdagi showroomiga keldim. Bu yerda assortiment juda ko'p. Materiallarini qayerdan olaman deganlar uchun men ushbu do'konni, ushbu showroomni taklif qilaman. Bu yerda xilma-xil interlok deysizmi, 2 ipli, 3 ipli har xil turdagi trikotaj materiallarini sotishadi, savdosi bilan shug'ullanishadi. Agar xohlasanglar, sizlarga yana bir qulaylik, bu yerda sizlarga tanlagan polotnoylarga, materiallarga qarab, bu yerda andoza lekalasini tayyorlab qilib berishadi. Lekalarga qiynalayotgan bo'lsa topishga, mana shu yerda hamma qulayliklar bor. Mana shu qulayliklar bilan sizlarga ajoyib qilib har xil turdagi lekalarni chiqarib berishadi. Bu yerda materiallar ham xilma-xil. Indigo Store. Xohlagan turinglardagi trikotaj materiallari. Bu yerda yana qulayligi, sizlarga o'zingizlarga qanaqa material kerak bo'lsa, zakaz bersanglar, o'shani ham chiqarib berishadi. Ushbu trikotaj materiallarini sizlarga chiqarib berishadi. Materiallarni qarang. Materiallar ajoyib materiallar, laykrali. Bu showroomda mana xohlagan turinglarda, xohlagan modelinglarni Layla opam o'zlari andazasini chiqarib, shu mashinkada chiqarib beradilar. Bu o'tirda Gemini programmasi orqali mana bu price aloqaga chiqaverasizlar. Men kontaktlarni qo'yib yuboraman. Qanaqa model kerak bo'lsa, andaza qolib o'sha o'zingizlarga kerakli fasoninglarni, lekalasini chiqarish qidirayotgan bo'lsanglar, joy ishonchli joy. Bu yerda o'zingizlar xohlagan turdagi materialni ham olib, shu yerda andazasini chiqarib, o'zingizlarning mahsulotinglarni tayyor bo'lish holatini ko'rib ketsanglar ham bo'ladi. Faqat opamda o'chirit ko'p. O'chiritga yozilib, to'g'risi, vaqtlari qisqa. Materialni ham shu yerga zakaz qilasizlar. Xohlasanglar tayyorini olasizlar. Shulardan o'zingizlarga kerakli chiroyli dizayndagi tayyor mahsulotni qilib beradilar. Uni olib borib sizlar tayyor sexinglarga berib ishni boshlab yuborsanglar bo'ladi. Gohida bizda anaqa kashkorsi har doim ham bo'lavermaydi. Kashkorsi yo'q polotnolarga shunaqa o'zidanli qilib chiqarsak ham bo'ladi. Yaxshi chiroyli chiqibdi lekin. Belli bir xil joylarda ko'rsangiz beli aniq qilib ketadi, yig'ilib xunuk bo'lib qoladi. Siz qilgan ishingizda zo'r turibdi-da, mana cho'ntaklar hammasi akkuratni, tikilishi ham zo'r chiqqan. Orqaga ekstrafora qo'yilgan mana. Cho'ntaklari ham hammasi zo'r. Bu necha yoshki? Bu 1,5 yosh bolaniki. 1,5 yoshga. 1,5 yosh bola uchun dvoykalarini agar hozir zakaz qilsam shunaqa chiroyli qilib berasiz mengami? Albatta qilib beramiz. Mana kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, shunaqa sifatli andoza lekali masalalarda ham bu yerda chiroyli narsalar qilib berishadi. Xohlagan rasmiylarni sizlar xohlagan usulda chiroyli qilib berishadi lekalarni. Mana Layla opam juda ham tez ishlar ekanlar. Mana hozir bitta obrazetsini tayyorlab berdilar. Hozir borib tekshiramiz. Xudo xolisi zo'r bo'lsa, qolganiga ham seriyani qilib beradilar. Kimga shunaqa tez variantda, shunaqa sifatli andoza kerak bo'lsa, opamga chiqaverasizlar.
bemalol. Rahmat, Latif aka. Anjoningiz sog' bo'lsin.